Amerika hökuməti Əkbər Əsədnin tutqun qılınğanlığının 9 yıllıqida onun qoyub verilishini tələb qildi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bilan Kengash palatasi Tashqi ishlar komitetining qo'sh raislari chorshanba bayonot e'lon qilib, Xitoy turmusida 9 yildan beri yetayotgan begunoh Uyg'ur karxanchi Əkbər Əsədni qo'yib berishga chaqiriq qildi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bayonotda Xitoy Kompartiyasi Shinjongda irqiy qirg'inchilik bilan insoniyatga qarshi jinoyatni davomlashtirayotgan bir vaqtda biz Əkbərning darhol va shartsiz qo'yib berilishiga chaqiriq qilamiz degan. Amerika Kengash palatasi Tashqi ishlar komitetining qo'sh raislari Jim Rich bilan Chris Coonsning bayonotidami Bag'dash to'rining qurg'uvchisi bo'lgan Əkbərning Xitoy hukumati tarafidan darhol va shartsiz qo'yib berilishini talab qilgan. Ular biz Əkbər Əsədning tutqun qilinishini eng qattiq shaklda ayblaymiz deb, uning 9 yil burun tutilib Aqsu turmusida yetayotganligi, bu zulmning uning salomatligiga og'ir zaxm yetkazganligini bildirgan. Mazkur bayonotda yana Xitoy hukumatining Uyg'urlar ustidan elib berayotgan irqiy qirg'inchiligining izchil davomlashayotganligi alohida tilga ilinib, Xitoy hukumati 2017-yildan beri 1 milliondan ortiq Uyg'urlarni lagerlarga solgan, majburiy emgakka solgan, qattiq nazorat ostiga olgan, diniy erkinligini boqqan, majburiy tug'maslik va majburiy bola tushirish operatsiyalarini elib borgan deyilgan. Ikki qo'sh rais yana tutqun qilingan Gulshan Abbas, Yalqin Ro'zi va Ilhom To'xti qatorliq Uyg'ur ziyolilarini nazarda tutib, biz Xitoy hukumatining Əkbər Əsədni o'z ichiga olgan barliq siyosiy tutqunlarni qo'yib berishni talab qilamiz degan.